Men mikrofon taqmaganman. Ha, bo'ldi ukajonim. Bitta mebel ekan-ku. Boyvachcha bachchang bor, nima ham bor? Mebelga qo'shib sen bilan kelinga bittadan telefon ham qo'shtirib olaman. Voy dadasi, oyligimiz tushibdimi? Voy onasi oyligim tushibdi. Tegma bunga, ol baqay. Dadajonisi, uydagilar to'y boshlab qo'ygan. Xabaringiz bor. Ukamni mebelini biz olib bersak nima deysiz? Bozorga olib chiqib ko'rchi, men nech pulga olishar ekan. Shunga qarab mebel olib beraverasizlar. Dadasi ukamga va'da berib qo'yganman. Bir so'm pullik kerak emas. Yuring. Hop, nima olaymi? Do'stim, biz mebel olmoqchi edik. Iloji bo'lsa agar bizga arzonroqlaridan bir ko'rsatib tavsiya qilsangiz. Bo'ldi aka, bizda hozirgi kunda 6-apreldan 12-aprelgacha barcha turdagi mebellarimizda hech qanday foiz ustamalarsiz 12 oyga bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Bu zo'r-ku, men bir aylanib ko'rib chiqyapman. Mayli aka. Xo'p. Akajon, bizga eng sifatli va zo'r mebellaringizdan ko'rsating. Xo'p, mayli seni. Mana onasi mebelda ham oldik eng zo'ridan. Endi bo'ldimi, ko'ngling joyiga tushdimi? Dadajonisi, shu ikkita telefon ham qo'shib olaylik. Bu tugamas ekanda. Do'stim, bu trenddagi A17 bilan A07 bo'lib to'lashga nech puldan chiqar ekan-a? Aka, so'rayotgan A17 telefoningizni oylik to'lovini 12 oyga 245 ming so'mdan, A07 telefonimizni esa 162 ming so'mdan. Agarda xohlasangiz, hozirda trendga chiqayotgan Vivo smartfonimizni ham 213 ming so'mdan oylik to'lovga xarid qilsangiz bo'ladi. Bo'ladimi onasi? Dadasi, shularni qo'ying, iPhone qo'yaylik. Aka, iPhone'larimiz 17 Pro Max'imizni 12 oyga bo'lib to'lashga 2 328 ming so'mdan oylik to'lovga xarid qilsangiz bo'ladi. Qolaversa 17 Pro'mizni 2 198 ming so'mdan muddat to'lovga xarid qilsangiz bo'ladi aka. Mana dadajonisi bir so'm pul sarf qilmasdan yosh oilaga mebel va telefonlar oldik. Endi 12 oyga bo'lib to'laymiz. Ha, mana o'qib chiqdim hammasini. Zafar ishonch do'konida aprel oyi chegirmasi ketyapti ekan. Keyin yosh oilaga bitta konditsioner, bitta xolodilnik, bitta kir moshina, bitta televizor ham qo'shib olaylik, nima deysan? O, zo'r bo'lardi. Tush oldimga.